uyingizni tashqi fasadini mana bunday oqlaganmisiz yoki uyingiz mana bunday chelaka blokdan qilinganmi, pishgan g'ishtdan bo'lganmi, xom g'ishtdan bo'lganmi, paxsa devordan bo'lganmi, umuman qiziq yo'q. Bu akalarimizga lesasi bilan yotog'ini, oziq-ovqatini qilib bering. Sizga mana bunday haytay fasondagi gipikamin ishlarni qilib beradi. Do'stlar, bu nima desalang, bu mramorniy krujka, ya'ni gipikamin hisoblanadi. Mana shu xonadonimizni 210 kvadrat chiqibdi, atigi 21 million so'mga tayyor qilib beribdi. Uydagi aytganimizdek, yotog'ini, oziq-ovqatini qilib bergan ekan xolos. Agar mana bu gullarni sal yirikroq bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrati 90 mingga qarab o'zgarar ekan. Menga gipikaminni o'zi kerak desalaring, 60 ming so'mdan gipki, laki o'sha kley bilan birgalikda sotib olsalaring bo'lar ekan. Do'stlar, bunga 10 yil kafolatini beradi. Suv sepasizmi, loy surkaysizmi, bolalar sirnab ko'radimi, hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Kimgadir mana shunday gipikamin ishlar zarur bo'lsa, ekran tagida telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol bog'lanaversa, xudo xolasa 10 yil kafolati bilan qilib berar ekan.